Assalomu alaykum. Men ismim Zokirxonov Shahzod. 25 yillik tajribaga ega bo'lgan qon tomir jarroh, flebologman. Bugun men sizga elastik kompressionniy trikotaj, ya'ni o'sha oyog'imizga maxsus tibbiyot kolgotki golfilar haqida gapirib bermoqchi edim. Bular qanaqa klass kompressiyasi bo'ladi, qaysi vaqt tavsiya qilinadi, qanaqa turlari bo'ladi, shu haqida to'liq ma'lumot bermoqchi edim. Keling, chunki golflarimiz haqida batafsil tanishamiz. Avvalambor o'sha siqish darajasi haqida gaplashamiz. Siqish darajasi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi klass kompressiyalargacha bo'ladi. Mana meni yonimdagi golfi chulkilarni ko'rsak bo'ladi. O'ng tomonimda 1-chi klass kompressiya, korobkasida har doim yozilgan bo'ladi 1. 1 nima degani? O'sha siqish darajasi 20 mm simob ustunligidan oshish kerak emas. 20-21 atrofida bo'ladi. O'zida ham yozilgan bo'ladi 18-20. Ya'ni oyog'ingizga o'sha lechebniy effektini berish uchun mana shunaqa bosim yaratilgan. Bular golfilarda oddiy noski kiyadigan bo'lsangiz, ular oddiy HB bo'ladi, trikotajni bo'ladi, ularda hech qanaqa bosim bo'lmaydi. O'shaning uchun hech qanaqa sezmaysiz. Buni kiyganingizda o'sha golfilarimiz yoki kompressionniy chulki ya'ni aynan siqib turganini sezsangiz bo'ladi. 1-chi klass kompressiya qachon tavsiya qilinadi? 1-chi klass kompressiya sog'lom odamlarga, agar oyog'ida umuman varikoz bo'lmasa, lekin kasb jihatidan ko'p o'tirib ishlaydigan, ko'p turib ishlaydigan, ko'p yurgandan keyin samolyotda ko'p uchadigan bemorlarimiz bor, odamlarimiz bor. Bu holatlarda agar oyoqlaringiz kechga borib charchaydigan, ishadigan, toliqish bo'lsa, ayrim bemorlarimizda tomir tortish ham bo'ladi. Mana shu bemorlarimizga biz 1-chi klass kompressiyani tavsiya qilamiz. Ko'pchilik bemorlar bizga murojaat qilishadi, oyoqda og'riqlarim bor, o'sha trombim bormi, yo'qmi, varikozim bormi, yo'qmi deb murojaat qilishadi. O'zi tekshiruvlarni tekshirganida sog'lom bo'ladi. Shu bemorlarimizga o'sha belgilarni kamaytirish uchun 1-chi klass kompressiya tavsiya qilamiz. Erkaklarimiz ko'p harakatchan bo'lgani uchun, ko'p yuradigan bo'lgani uchun ularga ko'proq golfi tavsiya qilamiz. Golfilarni kiyish osonroq, 1-chi klassni umuman kiyish o'zi osonroq. Ertalab kiyadi, kun davomida yuradi, 1 oy ichida yursangiz bo'ladi. Bo'ldi, keyin u yog'iga yechib tashlangiz bo'ladi. O'sha oyog'ingiz ancha yengil qilib beradi. Undan tashqari sport bilan shug'ullansangiz, ko'p yursangiz, ko'p yugursangiz, o'sha vaqtdan keyin oyoq charchaydigan, toliqadigan bo'lganda ham kompressionniy golfini kiysa bo'ladi. Golfidan tashqari chulkilarimiz ham bor. Chulki endi soni tepasigacha, rasmda ko'rsatilgandek, soni eng tepasigacha bo'ladi. Bu ham siqish darajasi 1 bo'ladi. Bunga o'xshab chulkini biz qachon tavsiya qilamiz? Ko'proq homilador ayollarimizga tavsiya qilamiz. Oyoqda varikozi bo'lmasa, lekin o'sha 3-chi, 2-chi trimestrda oyog'i charchaydigan, toliqadigan bo'lsa, vesi katta bo'ladigan bo'lsa, operatsiyaga yoki kesaravaga yoki tug'ruqqa boradigan bo'lsa, 1-chi klass kompressiya oyoqlarni ancha yengil qilib beradi. Yana bitta muhim tomoni bor. Oyoqdagi operatsiya yoki tug'ruq vaqtida hosil bo'lish mumkin bo'lgan tromblarni ham oldini oladi. Shuning uchun agar oyog'ingizda varikoz ham bo'lmasa, lekin qanaqadir rejali ravishda operatsiyalaringiz bo'lsa yoki homilador bo'lsangiz, kesaravaga boradigan bo'lsangiz, обязательно 1-chi klass kompressiya tavsiya qilaman. Kesaravaning 2 xil turi bor. Rejali ravishda tayyorlanib, oldindan bilib boradigan kesaravangiz bor va shoshilinch ravishda boradigan. O'zi kesarava tromb hosil bo'lish ehtimolini 2 barobar o'zi ko'paytiradi oddiy tug'ruqqa qaraganda. Lekin shoshilinch ravishda kesarava qiladigan bo'lsak, u oddiy tug'ruqdan qaraganda 4 barobar tromb hosil bo'lishini ko'paytiradi. Rejali ravishdan qaraganda 2 barobar. Shuning uchun oddiy tug'ayotgan taqdiringizda ham kesarava bo'lib qolish ehtimoli ayrim holatlarda bo'lishi mumkin. Bu o'sha bolangiz tug'ilayotgan jarayoniga bog'liq bo'ladi. Shu holatlarda 4 barobar tromb hosil bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun albatta oldindan shuni bilib olib, 1-chi klass kompressiya gol chulkini tayyorlab olib, o'sha tug'ruqxonaga, больницаga yotayotganingizda albatta o'zingizga oling. Shu narsa juda foydali. Ko'p bemorlarimizda aynan
tug'ib bo'lgandan keyin birinchi 60 kun ichi tromb hosil bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Homilador vaqti emas. Homilador vaqti o'zi tromb hosil bo'lish ehtimoli bor. Lekin tug'ib bo'lgandan keyin hayotimizda ayollarning hayotida eng yuqori tromb hosil bo'lish vaqti hisoblanadi. Shuning uchun tug'ib bo'lgandan keyin yechib tashlash kerak emas. Albatta, kompressionniy chulki yana желательно 1-1,5 oy kiyib yurish kerak. Birinchi klass kompress haqida ma'lumot berdim. Endi ikkinchi klass kompressiyaga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi klass kompressiya bular ko'proq endi varikozi bor bemorlar uchun tavsiya qilamiz. Varikoz kasalligi oyog'ingizda bo'lib chiqqan tomirlaringiz bo'lsa, agar varikoz operatsiyasiga boradigan bo'lsangiz, lekin yana o'sha homilador bo'lib varikozlaringiz bo'lsa, unda birinchi klass emas, ikkinchi klass kompressiya tavsiya qilinadi. Ikkinchi klass kompressiyamiz hamma korobkasida 2 deb yoziladi. Ochganimizda ichidagi birkalarida ham klass kompressiya etgancha yozilgan bo'ladi. Ichida birkasini bundoq ochib qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 kkl deb yozilgan bo'ladi. Keyin ochib o'zi kompression chulkini olganingizda ko'rinadi. Shuni olib ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi klass kompressiyada korobkasida yozilib bo'ladi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, 20-32 mm simop ustunida. Ya'ni 30 gacha bo'lgan bu ikkinchi klass kompressiya. 30 dan yuqori bu uchinchi klass kompressiya. Uchinchi klass kompressiya endi oyog'i shishadigan limfostas kasalliklarimiz bor, ularga tavsiya qilinadi. Uchinchi klass kompressiya haqida bugun gaplashmaymiz. Bu alohida bu tema. Demak, varikoz kasalligingiz bo'lsa, siz sog'lomsiz, homilador emassiz, lekin oyog'ingizda varikozingiz bor, bezovta qilmayaptimi? Chulkini albatta qanaqadir nagruska bo'lsa, agar ko'p yursangiz, ishingiz turib o'tiradigan bo'lsa, qanaqa sport bilan shug'ullansangiz, albatta nagruska vaqtida elastiskiy chulki ikkinchi klass kompressiya kiyish tavsiya qilamiz. Chunki aynan nagruska vaqtida varikoz o'z asoratlarini namoyon qilishi mumkin, varikoz ko'payishi mumkin va keyinchalik o'sha yaxshi mas bo'lmagan aytganimdek varikoz asoratlariga olib kelishi mumkin. Tromb hosil bo'lishi mumkin, teri rangi o'zgaradi va boshqa hokazo. O'zi varikoz kasalligini operatsiya qilib davolash kerak. Bugungi kunda lazer usuli bor. Lazer bilan davolaganingiz ma'qul. Ayrim bemorlarimiz har xil sabablarga ko'ra ko'proq qo'rqishadi. Bir xil bemorlarimiz kimdir yaqinlarida natija yaxshi bo'lmagani uchun ishonishmaydi davolash, kimdir qanaqadir noto'g'ri usullarga ishonib operatsiya foydasi yo'q, yana qaytib chiqib ketadi deb o'ylaydi. Bugungi kunda lazer usuli eng zamonaviy usul hisoblanadi. Lazerdan qaytib chiqish ehtimoli juda kam, 90% bemorlarimizda qaytib chiqish ehtimoli bo'lmaydi. 5-10% kasallar albatta qaytib chiqishi mumkin har xil sabablarga ko'ra. Bu ko'proq lazer agar to'g'ri qilingan operatsiyadan keyin, lazerdan keyin ko'proq odamning hayot tarziga, organizmiga bog'liq. U lazer operatsiyasiga bog'liq emas. Shuning uchun operatsiyadan keyin ham aynan ikkinchi klass kompressiya tavsiya qilinadi lazer operatsiyadan keyin. Shuning uchun agar varikozingiz bo'lsa, lekin qanaqadir sabablarga ko'ra operatsiya qildirmayapsiz, kimdirda mablag'i yo'q, o'sha mablag' yig'guncha vaqt ketkazadi. Har doim ikkinchi klass kompressiya nagruska mahal kiyib yurish kerak. Agar sizni oyog'ingiz bezovta qilsa, og'riq bo'lsa, charchasa, shishsa, biz har doim ikkinchi klass kompressiya kiyishni tavsiya qilamiz. Ikkinchi klass kompressiya o'sha oyoqdagi shishlaringizni, og'riqlaringizni, tromb hosil bo'lish oldini oladi. Oyog'ingizni ancha yengil qiladi, varikozni ko'payishini ham to'xtatadi. Bu yerda ham chulkimiz bor. Chulki ko'pincha homilador ayollarimizga hammaga tavsiya qilamiz. Agar siz yoshi bo'lsangiz, aktiv bo'lsangiz, endi varikozlaringiz chiqqan bo'lsa, tizingizni pastida ko'proq bo'lsa, unda golf ham kiysangiz bo'ladi. O'sha tizzagacha kiyib olasiz, o'sha nagruska mahal aynan kiyib, yurib, sportga borib, o'sha paytda golf kiysangiz, u ham ancha himoya qiladi, oyog'ingizni yengil qiladi. Samolyotda uchganda albatta sog'lom bo'lsangiz, birinchi klass kompressiya golf kiying, agar varikozingiz bo'lsa, ikkinchi klass kompressiya golf kiying. Samolyotda oyoq charchaydi, og'riydi, shishadi, tromb hosil bo'lish ehtimoli ham ko'payadi. Golflarimiz oyog'ingizda shu tromb hosil bo'lishini oldini oladi va himoya qiladi. Hamma ma'lumotlarim
etib chiqdim. O'ylaymanki, savollaringizga javob olasizlar. Agar qanaqadir men javob bermagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Men to'liq javob beraman. Ko'pincha savol tushadi, nechta pul turadi, qayerda sotiladi? Biz Flibalife klinikamiz shunday qoshida o'zimiz aptekamiz, salonimiz bor. Bu yoqqa kelsanglar bo'ladi. Oyog'ingizlarning razmerlarini o'lchab, tavsiyalar berib, qanaqa chulkilarni ухаживать qilish, parvarish qilish, qanaqa kiyish. Kimdir bemorlarimiz kiyishga qiynaladi, yosh kattalar ayniqsa, bu bemorlarimiz uchun maxsus kiyishga yordam beradigan asboblari ham bor. Uni kiyishga yengillashtiradi. Bu ko'proq surunkali bemorlarimiz, tromb o'tkazgan bemorlarimiz, ya'ni butun umr kiyadigan bemorlarimiz olishadi ko'pincha bu narsani. Shuning uchun kelsanglar bo'ladi. Golflarimiz narxi 300-400 ming atrofida bo'ladi. Chulkilarimiz 600 mingdan boshlanadi, 500 mingdan boshlanadi. Ikkinchi klass 600 ming turadi. Bu Latviyaniki, Shveysariyaning производствоsi bor. Shveysariyaniki qimmatroq yuradi, chunki u sifatliroq 800 mingdan boshlab 1 million 100 gacha boradi. Buni endi eng qimmatlarining ichida endi paxtasi bor, yumshoq, ya'ni komfortliroq, kiyishga osonroq, komfortliroq. Lekin o'sha davolash xususiyatlari deyarli hammasida bir xil. Birinchi klass asosiy o'sha klass kompressiyaga qarab olinadi. Shuning uchun agar savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Hamma savolingizga men har doim javob beraman. Agar tanishinglar, yaqininglar bo'lsa, video bilan bo'lishinglar, ko'rsatinglar, ko'rishsin, o'rganishsin qanaqa kiyish kerak. Keyingi videolarimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.